Mana akalar ko'pchilik kutgan bu galgi skuterlarga, qisqasi 1000 wattdan oshiq bo'lgan skuterlarga miyamiz keldi akalar. Mana Monster miyamizni ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Bu 10 diskaga ham, 12 diskaga ham tushadigan bo'lib keldi akalar. Mana yozuvini ko'ringlar mana. 2000 watt 80 amperlik. Endi akalar bu miyani hozir bitta skuterimizga o'shanga qo'yib tekshirib ko'ramiz akalar. Akalar mana skuterimizga Monster miyamizning ikkinchi paklanmasini qo'yib oldik akalar. Mana qaranglar, balon aylanishga yetyaptilar akalar. Mana akalar ko'rib turibsizlar o'zingizlar mana 100% tushadi akalar. Dugaga bo'lami, boshqa skuterga bo'ladi, qanaqa skuterga bo'lsa ham tushadi akalar. Mana qaranglar. Mana motori akalar. Xo'p, necha watt? 800 wattli motor akalar. Mana qaranglar, mana 800 watt. Bu degani akalar, bu miyamiz 800 wattdan hop 2000 wattgacha bemalol tushaveradi akalar. Kimga shu miya kerak bo'lsa, biz Instagram sahifamizga kirasizlar, Telegram kanaliga yozib qo'yilgan. O'sha yerda kod sertifikat shunday bossangiz Telegram kanaliga o'tadi. Adminga yozib bemalol shu miyani zakaz qilib olishlar mumkin akalar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishingiz mumkin. Aha.